Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birozgina eskirgan suvdagi mikroorganizmlarni oddiy smartfon kamerasi yordamida kuzatamiz. Demak, bir tomosini tomizdek suyuqlikda bizga yorug'lik manbai bo'ladi. Boshqa telefonda demak spichkasidan foydalanamiz. 40 cm tepaga ko'tarib turamiz spichkani. Boshqa telefonning kamerasi bilan shunchaki tomchiga yaqinroq bo'lamiz. Sinematik rejimi yongan bo'lsa yaxshi. Sinematik rejimida tasvirga olish kerak o'rtoqlar. Mana ko'rib turibsizlar. Bu o'sha demak aynigan suvdagi mikroorganizmlar o'rtoqlar. Bemalol uyda takrorlab ko'rishingiz mumkin. Hech qanday demak kattalashtiruvchi linzalar yo'q. Oddiy smartfonda demak kamerasi faqat sinematik rejimda. Tajribani albatta uyda takrorlab ko'ring. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib bersangiz javob berishga harakat qilaman. Rahmat e'tiborlaring uchun.